Yaqin vaqt ichida Dehqonobod tumanimizda muhtaram Prezidentimizning farmon va qarorlar ijrosi doirasida misli ko'rilmagan bunyodkorlik ishlari amalga oshiriladi. Mamlakatimizda hududlarni ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, aholiga qulay yashash va mehnat sharoitlarini yaratish maqsadida keng qamrovli infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda. Shu jumladan Dehqonobod tumanida ham qator yirik va muhim qurilish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Muhtaram Prezidentimizning 47-sonli qaroriga asosan o'rta shaharlarning kompleks rivojlantirish loyihasi tasdiqlangan. Mazkur loyiha doirasida Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida amalga oshiriladigan yangi loyihalar ro'yxati shakllanadi. Unga ko'ra Dehqonobod tumani Qarashlar shaharchasi ham ro'yxatga kiritilgan. Loyiha doirasida tuman markazidagi Nodira mahalla fuqarolar yig'inidan 608 km, Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidan 604 km, Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inidan 109 km, jami 31.1 km ichki yo'llar asfaltlanadi. Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inidan 3 km piyodalar yo'lakchasi quriladi. 147 dona ko'cha yoritiqlari o'rnatiladi. Yangi O'zbekiston mahalla fuqarolar yo'li hududidan madaniyat saroyi quriladi hamda tuman ehtiyoji uchun zarur bo'lgan maxsus texnikalar olib beriladi. Muhtaram Prezidentimizning 141-sonli qaroriga asosan qishloq joylarini kompleks rivojlantirish loyihasi tasdiqlangan. Loyiha doirasida Dehqonobod tumanidagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini va unga tutash Paxtachi, Dehqonobod, Bo'ston, Oydinyo'l, Yashnobod mahallari ham loyihaga kiritilgan. Loyiha doirasida 32 va 68 ta'lim maktablarida sport zallari va qo'shimcha bino quriladi. 3 ta yangi Oydinyo'l mahallasida 120 o'rinli, Yashnobod mahallasida 90 o'rinli, Yetimquduq qishlog'ida 120 o'rinli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari quriladi. 5 ta Oydinyo'l mahallasida 4 ta, Yetimquduq qishlog'ida bitta ko'prik quriladi. 72 km yo'llar asfaltlanadi. 26 km piyodalar yo'lakchasi va tungi yoritiqlari o'rnatiladi. 15 ta transformator punktlari o'rnatiladi. 59 km elektr tarmoqlari modernizatsiya qilinadi. Dehqonobod muhitida 1-2 km Kichig'o'ra daryosi sel xataridan himoyalanadi. 9 km irrigatsiya tarmoqlari va 3 ta melioratsiya inshootlari quriladi. Hurmatli Prezidentimizning 158-sonli qaroriga muvofiq Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida M39 Olmaota, Beshkek, Toshkent, Shahrisabz, Termiz avtomobil yo'lining Dehqonobod tumani hududidan o'tgan 60 km qismida rekonstruksiya va yangidan qurishlar olib borilmoqda. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida muhtaram Prezidentimizning 130-sonli qarori qabul qilingan. Qarorga muvofiq tumandagi og'ir toifadagi 6 ta Chuchukquduq, Yangiobod, Ayirdevol, Bozortepa, Obod va Chashma Imron mahalla fuqarolar yig'inlari tanlab olingan. Ushbu mahallalarda aholi tomorqalarini oqova suv bilan ta'minlash maqsadida lotok o'rnatish, beton ariqlarni qurish, suv quvurlarini o'rnatish ishlari amalga oshirildi. Hozirda Ayirdevol va Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inida elektr ta'minotini yaxshilash ishlari olib borilmoqda. Yo'l infratuzilmasini yaxshilash maqsadida loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Muhtaram Prezidentimizning 454-sonli qaroriga asosan 2025-yilda tumanimizda 7 ta obyektda, ya'ni 5 ta umumta'lim maktablari va 2 ta sog'liqni saqlash obyektlarida qurilish ta'minlash ishlari amalga oshiriladi. Bunda tumandagi 6-chi, 52-chi, 86-chi, 34-chi umumta'lim maktablari qo'shimcha o'quv binolari hamda 29-sonli maktabga sport zal binosi quriladi. Bozortepa va Oqrobod qishloqlaridagi oilaviy shifokorlik punktlariga 50 qatnovli yangi zamonaviy binolar quriladi. Tumanda ta'lim sifatini yanada yaxshilash maqsadida muhtaram Prezidentimizning 152-sonli qaroriga asosan Oydinyo'l mahallasida barcha qulayliklarga ega zamonaviy yangi 1650 o'rinli maktab binosi qurilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, tumanda tibbiyot sohasini yanada rivojlantirish maqsadida Prezidentimizning 44-sonli qaroriga asosan tuman markaziy shifoxonasi yangidan qurilib, zamonaviy qiyofaga keltiriladi. Yaqin vaqt ichida Dehqonobod tumanimizda muhtaram Prezidentimizning farmon va qarorlar ijrosi doirasida misli ko'rilmagan bunyodkorlik ishlari amalga oshiriladi. Bunda barcha tumandoshlarimizdan barcha jarayonlarda jamoatchilik faolligi va nazorati ostida faol ishtirok etishlarini so'raymiz.